o'tish federatsiyasi raisi, Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov federatsiya murabbiylari va sportchilari bilan uchrashmoqda. Bugungi uchrashuvda Yaponiyaning Aichi Nagayo 2026 Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik, xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlari hamda musobaqa oldidan terma jamoa oldiga qo'yilgan ustuvor vazifalar muhokama qilinmoqda. Men xohlarimga avvalambor mana shu asosiy vazifani hozir birinchi navbatda mana shu oltin medallarga ega bo'lish, sazovor bo'lishga va Olimpiya o'yinlariga litsenziyalarni ko'proq olib kelsalaring. Qo'mondonimizni bizga bildirgan ishonchlari biz sportchilarga yana ham ishonch va motivatsiya berdi deb ayta olaman. O'zbekistonda tarixida ham sizlar birinchi qaldirg'ochlar bo'lasizlar va tarixda qolasizlar demoqchi. Hozirgi maqsadimiz Olimpiadaga yo'llanma olish va Olimpiadada sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritish. Osiyo o'yinlariga sizlarga faqat muvaffaqiyatlar, yaxshi tilaklar. Bilinglar, yana takror aytaman. Sizlar orqalaringda 38 milliondan ko'proq aholimiz sizlarga qarab turibdi va sizlardan natija kutib turibdi.